Assalomu alaykum. Bugun 11-dekabr. Kirib kelayotgan 2026-yil barchangizga muborak bo'lsin. Biz yana Toshkentdagi Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportdamiz. Til kursi va Telex yuzar qo'lga kiritgan 13 nafar o'quvchilarimizni Janubiy Koreya davlatiga kuzatishni bu yerga yetib keldik. O'quvchilarimiz va ularni kuzatgan kelgan yaqinlar bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Otabek, tabriklayman. Taassurotlaringiz qanday? Alaykum assalom, assalomu alaykum aka. Taassurot juda o'ta go'zal. Shu harakat qildik. 201 ga ishandik, 201 ga xudo xolasa mana vizalarimizni vizatkaz akalarimiz xalqqa berdi. Yangi yilda Koreyada kutib olaman deb hech o'ylaganmidingiz? Yo'q, o'ylamadim. 3 yil Moskvada kutdim, endi bu 4-yil Koreyada kutaman. Taassurotlaringiz qanday? Taassurot yaxshi. Filmga ham katta rahmat. Taassurotlar yaxshi, rahmat sizlarga. Xo'p, birinchi topshirishinglar 2 oylarda ham shunday. Birinchi topshirishimiz. Topik necha ball sizda? To'pi 2 ball. Sizda? Topik 1 bilan. Topik 1 ball. Taassurotlaringiz bilan fotolashtirish. Yaxshi, Norsullar tomon ketyapmiz. Taassurotlaringiz qanday? Taassurotlar juda a'lo. Koreyaga ketyapmiz. So'qishi, bundan ortiq qilgan taassurot bo'ladimi? Hech qanday til sertifikatingiz yo'q. Sertifikatim yo'q. Bu birinchi urinishingizmidi? Bu ikkinchisi, birinchisi haqiqat olganman. Ikkinchisi sizlarni to'g'riladimi? Vizam chiqdi. Bolalar tayyormisizlar? Ha. 12 bajansi. Maqsad sari birgalikda. 2025-yil 1 yil mobaynida mana shu aeroportdan juda ko'plab o'quvchilarni Janubiy Koreya davlatiga kuzatishga erishdik. 2026-yil ham omadli yil bo'lishini so'rab qolamiz. Uzoq kutilmasdan yangi yillar natijalari e'lon qilib boramiz. Yangi yil, yangi natijalar 12 bajansi maqsad sari birgalikda.